O'tgan darslarda takrorlasak, o'tilgan darslar nima aytadi? Mana o'tgan mavzularda o'tilgan tuman mashg'ulotlarimizni hozir qaysi mavzu? Aslida darsda kimdir mavzularni tushunib aytamizlar. Mana nima edi? Avtokad dasturi bo'yicha. Avtokad dasturida texnik chizmalarni chizish, ya'ni texnik chizmalarni chizishga biror chizma usulida bor. Ruxsat qilyapmiz. Mana bu yerda chizmalarimiz o'sha texnik chizmalarga rang berish xususiyatlar paneli bilan tanishamiz. Ya'ni o'sha chizmaga biror bir atrif yoki to'g'ri chiziqqa yoki biror bir texnik chizmamizga rang berish. Mana buni o'tmadik. Rang qanaqa beriladi? Hozir demak o'sha rабочий stollarga demak tekstga hozir bu yerda istalgan tekstga emas, tekstga hozir mana dastur bo'yicha dasturda ya'ni chiptosh, ya'ni biror bir detalni yoki biror bir mashinani sozib ishlatilgan mexanizmda yig'ma birliklari bo'lishi mumkin, ajraladigan, ajralmaydigan birliklar bo'lishi mumkin bo'ladi. Maqsadimiz endi texnik loyihalaymiz. Mana bu yerda chizma birinchi ularga chizmaydi, birinchisi o'sha to'g'ri chizib olamiz, chizib olingan, mumkin. Chizib olingandan keyin ikkinchi qanaqa loyihalar bajariladi. Mana bu chizmani ustiga bosgan vaqtimizda, demak, adres ustiga bosgan vaqtimizda quyidagi funksiyalar chiqib keladi. Ya'ni bu yerda funksiyalar nomi, masalan, svet nomlanyapti. Ranglar, sloy nima degan sloy? Kim aytadi? Sloy, chiziq turlari, mana misol uchun, длина, nima deydi? Длина degani kim aytadi? Uzunlik. Длина, yo'q, yana. Oraliq masofasi, uzunlik. Yana nima deb nomlasiga bo'ladi? Sloychi, sloy. Siz aytamiz. Ha? Bilishimiz kerak mana qarang, nima deyapman. Biz nima qilamiz? To'g'ri chizib belgilab, bundan keyin hozir chizmamiz bor. Belgilaganimizdan keyin nima qilamiz? Mana bu svetni bosamiz. Svetni ustiga bosib aytdingizda, mana yerda krasный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый har xil o'sha ranglar chiqib keladi. Mana bu yerda siz chizmani umumiy o'sha birlikda belgilab qo'ygansiz, umumiy olgansiz, mana bu yerda o'sha svetlar birontasini belgilab ustiga bosgan vaqtimizda nima qiladi? O'sha rangga kirib ketadi, o'sha svetlar sariq, qizil yoki ko'k rangga kirib ketishi mumkin. Mana bu yerda chizmamizda, ikkinchi chizmamizda namunaviy bor, mana bu o'sha to'g'ri chiziqqa men krasniy, ya'ni qaysi chiziqni beryapman? Qizil chiziqni beradi. Ya'ni bu biz texnik chizmalarimizda qizil, ko'k, oq, ya'ni bir-biridan o'sha birikmalarni texnik chizmalarni ajratib turish uchun. Mana nima qilish tushunmagan? Demak, ajratib olish uchun. Mana bu yerda to'g'ri shakl birikmalar ko'rsatilgan. Mana bu yerda umumiy siz buni to'g'ri chizib orqali demak bo'lsa mana bu yerda to'g'ri shakl bor, mana belgisini to'g'ri mana ustiga bo'lsak, o'sha to'g'ri shaklni ko'rsangiz bo'ladi. Bu o'sha shaklga keyin ishlov bersangiz bo'ladi. Ko'rsatadi, o'sha qismat belgilab, o'sha o'chirib bosib qo'yiladi. Bunday xuddi shunaqa shaklda texnik chizmamizni men bu yerda namunaviy ko'rsatib beraman. Namunaviy ko'rsatib beraman. Mana bu yerda endi o'sha biror bir texnik chizmamizga umumiy nima qilamiz? Umumiy belgilab olamiz. Hamma belgilashtiriladi. Umumiy belgilab olib, umumiy belgilangan umumiy hammasi o'sha bilan nimani mana yerda istalgan ranglarni tanlab olib, o'shaga nima qilamiz? O'sha rang berish buyrug'ini bosamiz. Buyruq berilsa, umumiy holatda mana shu yangi rangga kirib qoladi. Mana oddiy ustiga umumiy belgilarni keyin adres tugmasini bosish orqali adresda funksiyalar chiqib keladi. Mana bu yacheykamiz funksiyalar. Funksiyalarga buyruqlar beryapsiz, to'g'rimi? Buyruq berasiz. Svetni degan qanligi, oralig'i yoki nima deydi? O'sha qanligi o'sha millimetrda o'sha ingichkalashib, qamalashib, bu holiga qanday bo'ladi? O'sha shaklda vaqtga qarab o'sha buyruq berib turadi. Mana bu yerda ikkinchi funksiyamiz, ya'ni qanday vazifalar bajarib biz bu yerga bo'ldik, ya'ni umumiy holatda o'sha texnik chizmamizni belgilab olib, keyin nima qilamiz? Biz o'sha paxtalik, permissiv, последний буферlarga straight, permissiv bilan misol uchun bu chizmamiz shunday permissiv bosib, umumiy holatda bundan biz ikkita kopiya qilishimiz mumkin. Xuddi uni chizib yotish shart emas, kerak emas chizish. Shunday olamizda shu permissiv bosib ustiga qo'yib, tekstga qo'yib, uni biz nima qilamiz? O'sha kitirilsak, buni bosib, kopiya tugmasini bosish orqali buni vaqtcha mumkin ekan. Nusxa olishimiz mumkin, texnik chizmani ko'payib ketaveradi. Xohlagan nusxa olib demak ko'chirishlari mumkin. Mana bu yerda masshlar, mana ustiga bo'lib masshlar belgilab, mashlar belgilab bo'ladi. 1 ga 5, 1 ga 3, mana shu mashlar kelib chiqadi.
Hayır nima degan? Bir haftada shu holatga demak aylantirib chizma. Tepaga, pastga, o'ngga mana ketyapti. Bu holatda demak quyidagi funksiyalarni demak bajarishimiz mumkin.